Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga yana bitta video obzorimizni boshladik, vlogimizni. Buni biz mana shu qora pantera, xudo xolasa 275 ga N90 li MDFli stoli. Bu stolni mana shu 6 oylik qilib qilganimiz sababi ko'rsanglar bo'ladi, tekis turadi, belari olmaydi. Uголogimiz razmeriga keladigan olsak 430 ga 230. O'yinchapi yo'q buni. Xohlasangiz bu yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa aylantirib tersiz bo'ladi. Sidinalari ponni pampers prujina. Yog'ochga keladigan olsak 100% sasna yog'och. Monolari ponni mana MDF yul taxta qilingan, mayllari paralon. Mononisi paralon bo'ladi mana. Qora pantera deymiz. Materialimiz mo'shi material, Xitoyniki. Koja emas. Buni bir xilgilar koja deb o'ylayapti. Koja emas bular. Lata material, mo'shi material. Kir olsa, chang olsa, artib, tozalab, yuvib ishlatsa bo'ladigan. Noshyalarga keladigan olsak, plastmassa, yog'och emas. Yog'och bilan bir xil xizmat qilaveradi bu. Garantiya beraman, chunki sinib ketsa almashtirish arzonroq. 5000 so'm bilan alishadi. Yog'och bo'ladigan bo'lsa, bitta mana shu korpusni yog'ochini almashtiraman desangiz, 100 ming so'm sarf qilasiz. Keyin uni hamma yo'g'i ham yog'och olmaydi. Tagi oldi qatori MDF bo'ladi-da, shu 4 ta oyog'i yog'och bo'ladi, xolos. Odam sig'imi, xo'sh. 8 ta, 9 ta, 13 ta, 14 taga doğru odam sig'adi, xudo xolasa. Buni narxiga keladigan olsak, aytib o'tganimizdek 6,5 million so'm. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz bersanglar, chiroyli qilib beramiz, garantiyalarini beramiz, behijolat. Keyin bir ikkita narsani aytib o'tishim kerak. Bir ikkita opa-singillar, aka-ukalar. Endi gapirmasam bo'lmaydi. Bu bir marta ishlatib turib qaytarib beradigan uголок emas bu. Bir ikkitalari telefon qilyapti. Ulasali mehmonini kuzatib bo'lgandan keyin cho'ta menga anaqa bo'lmadi, mana qilmadi deb bahana qilishyapti. Men unaqaga qaytarib olmayman. Alloh insof bersin ularga. Bir xilgilari ashaqa ham bo'lyapti. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Unaqaga bo'ladigan bo'lsa qaytarib olmayman. Shuning uchun men 100 ming, 200 ming so'm zakolat olaman xolos. Qolganini borib tekshirib olib, ashitda pul sanaysizlar. Shopir ketaversin, 1 soatdan keyin tashlab yuboraman, 2 soatdan keyin tashlab yuboraman, yo'qsa anaqa edi, mana edi demanglar. Chunki men ham sizlarga ishonib 100 ming, 200 ming zakolatingizni olib turib, shu uголокni misol jo'natyapman. Ertaga beraman, indinga beraman degan narsa xudo xolasa bo'lmasin. Iltimos qilib qolaman sizlardan. Chunki men nasiyaga ishlab chiqaruvchi nasiyaga bermaydi-da, ishlab chiqaruvchi variantga bermaydi. Magazin bo'lsa, keyin misol sizlar aytayotganlardek kreditga yo'qsa nima deydi, variantga berishi mumkin. Bizda endi u o'zimiz ishlab chiqargan narsani variantga bera olmaymiz. Bizni to'g'ri tushuninglar. Ochig'ini aytib qo'yapman. Orqalari ham o'zini materialda qoplangan. Splashnoy DP mana. Splashnoy DP bu. Hali margada qoqib qo'ymaganman, yo'q margada qoqib qo'ymaganman buni. Ponni qoqilgan bu. Splashnoy. Shuning uchun mana sidinalari ponni pampers prujina. 22 plot machalka, garantiyalarini beraman. Bolishi 6 ta, tumbasi 4 ta, 50 ga 60 tumba. Buni mana onimda juplasangiz, odam mana 2 ta tumbaga 3 ta odam o'tirsa bo'ladi. 3 tasini juplasangiz, misol 4 ta odam o'tirsa bo'ladi. Bemalol. 4 ta odam, 5 ta odam, bu yog'iga misol 8, 9 ta odam o'tirsa, 13 ta 14 ta odam sig'adi, xudo xolasa. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Oldini olib aytib qo'yapman. Stolimizni kattaligiga ham mana odam chiqib bemalol ko'taradi mana. Men chiqib mana shu stol ustida yuribman mana. Baquvvatmi deganlarga o'zim 70 kg atrofidaman, chiqib yuribman mana. Shuning uchun 6 oyoq qilib ishlangan. Xo'p, sizlarga bitta yangiligim bor. Roza ichi zakaz qilganlar ularni hisobga olib qo'yganman. Bundan keyin shu oy bir hafta, misol mana bugun chislar nechi? Bugun 3 adashmasam, 3-aprel. 3-aprel bo'lsa, shu kelayotgan yakshanba kuni
g'olibni aniqlaymiz. Bitta kreslo mana sizlarga tayyorlayapman. Mana shu bitta kresloni. Mana shu bitta kresloni bonus qilib kimga chiqadigan bo'lsa, nomerlarini yozaman. Bundan keyin ham misol zakaz qilganlarda nomerlari ham o'ynaladi. Zakaz qilmaganlarniki o'ynalmaydi, faqat zakaz qilganlarniki o'ynaladi. Shuning uchun keyin podpiska bo'lganlarniki ham o'ynaladi. Misol podpiska bo'lmaganlarniki o'ynalmaydi. Kimning nomeri podpiskada bor bo'lsa, ismi familiyasini aytadi-da, ko'raman, podpiskada bo'ladigan bo'lsa, o'ynaladi. Sharti oddiy. Unaqaliginaqa moncha homiyga anaqa bo'l, moncha manaqa bo'l degan narsa bo'lmaydi. Mana shu bitta kreslo kimga chiqishidan qat'iy nazar yo'l kirasini ham bekarga qilib beraman. Uyga shuni kutib oladi xolos, bo'ldi. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston ichida bo'lsa, bo'ldi. O'zbekiston ichida bo'ladigan bo'lsa, shu bitta kresloni bonusga qilib beraman, xudo xolasa. Shuning uchun zakaz qilib ulgib olinglar. Zakazlar qabul qilishni boshladik, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar, chiroyli qilib, chotki qilib beramiz inshaalloh. Aytib o'tganimdek, narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm, 100 ming, 200 ming so'm zakolat beradi. Qolganini borgandan keyin yo bo'lmasa klik orqali yo shopirdan to'lov qilib chiqarib yuborsa bo'laveradi, xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Like bosishni unutmanglar.